Bilasizmi, nima uchun inson kasal bo'ladi? Bu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Aslida bizning tabiatimiz sevgidan iborat, sevgi hissiyotidan yaralganmiz. Shu sababli ham mana shu sevgi hissiyotiga zid bo'lgan har qanday hissiyotlarimiz bizning tanamizga vayronkor ta'sir qilaveradi. Masalan, nafrat, g'azab, hasad kabi, qahr kabi past chastotali energiya hosil qiluvchi bizning hissiyotlarimiz tanamizga vayronkor ta'sir qiladi. Bularning ichida eng ta'sir kuchli bo'lgani qo'rquv hissiyoti va odamlarga bo'lgan xafagarchilik, unutilmas, kechirilmas abidalardir. Agar siz sog'lom bo'lishni istasangiz, aynan mana shunday hissiyotlardan, ya'ni xotiralardan butkul forig' bo'ling va o'sha yomon ko'rayotgan, kechira olmayotgan insonlaringizni kechirib yuboring.